Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz yuqoridagi ensefalopatiyalar to'g'risida mavzular olib bordik. Binswanger ensefalopatiyasi to'g'risida eshitganmisiz? Keling, shular to'g'risida siz bilan suhbat olib boramiz. Binswanger ensefalopatiyasi основной shu asta-sekin rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Bemor ahvoli qon tomir krizi deymiz, ya'ni biz o'zimiz tilida inqirozi, yurak faoliyatini buzilishlari va qon bosimining o'zgarishlari tufayli asta-sekin yomonlasha boradi. Disturbator ensefalopatiyaning bu shakli bilan bemor odatda intellektni va xotira qobiliyatini asta-sekin pasayishi seziladi. Shu bilan birgalikda demensiya belgilari xarakterlidir. Bularda ichida e'tibor bering: diqqat, tashabbuskorlik va psixologik faoliyatning pasayishi, kognitiv funksiyalarning buzilishi, fikrlashning sekinlashuvi va epileptik tutqanoqlar bo'lishi mumkin. Bosh miyaning magnito-rezonans tomografiya tekshiruvida disturbator ensefalopatiya belgilari. Bunda nimalar kuzatishimiz mumkin? Magnito-rezonansda kompyuter tomografiyada kengaygan qorinchalar, oq va kulrang moddalarning o'rtasida kontrastning pasayishi, dumli ya'ni kaudal yadroda va kapsula signallarining pasayishi va bazal gangliyalarida bosh miya qorinchalari suyuqliklari signallarining fokal o'choqlari, ya'ni kengaygan perivaskulyar Verhoeven bo'shliqlariga mos keladi. Binswanger sindromi bosh miyaning KT tekshiruvida qanday nimalar kuzatishimiz mumkin? Bir necha kichik lakunalar o'choqlarni bosh miyaning oq moddasida va ayniqsa periventrikulyar zonalarida past zichlikdagi joylarni aniqlanadi. Gipotenziv joylar ba'zan tashqi ko'rinishdan sog'lom odamlarda kuzatiladigan sabab bu mana Varlov-Denier 1998-yilda bergan fikri bo'yicha bemorning miyasida ushbu sindromga xos klinik xususiyatlarga ega o'zgarishlar mavjudligi shubha ostiga olinadi deb aytiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularimizni kuzatib boring.